Foyda qilamiz kanalning qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringizdan katta assortimentda granulyatlarimizni olib kelib qo'ydik. Xudo xohlasa granulyatlarimiz 4 kilovatdan boshlab ham 22 kilovatgacha bor. Nalichida yuklamamizga chekadi. Mana katta partiya kirib keldi. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu granulyat sohasiga o'tgan jo'nab qolsangiz, xudo xohlasa video sizga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi. Hamma bo'lmasa biz videomizni boshladik. Xudo xolasa biz videomizni boshladik. Qani bo'lmasam biz eng jajji 4 kilovatli bo'lgan granulyatlarimizni boshlab, eng oxirgi 22 kilovatli bo'lgan granulyatlarni hozir nolni obzor qilamiz. Qani bo'lmasam biz hozir 4 kilovatli granulyatlarimizni ko'rsatib o'tgan bo'lsak, ikkita rolikli bo'ladi, motorlar 4 kilovat bo'ladi, sabmotkali bo'ladi. Xudo xolasa 220 da ishlaydi, soatga 80 kilo, 70 kilogacha xudo xolasa granulyat donlarini chiqarish xususiyatiga ega. Apparatimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, 220 ishlaydi, soatga o'sha 4 kilovat rasxod qiladi. Apparatimga 5-6 xil mahsulot drayverdan o'tgan bo'lishi kerak. Drayverdan o'tgan mahsulot aralashtirib 10% namli bo'lishi, namli bilan sosalarni xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib granulyat donlarini chiqarib berish xususiyatiga ega. Apparatimizni narxlariga keladigan bo'lsak, skidka narxi xudo xolasa bu apparatimizni $130 qilib qo'ydik. Xo'p, navbatdagi apparatimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi granulyatimiz bu xuddi shuni akasi hisoblangan 5,5 kilovatli granulyator bo'ladi. 5,5 kilovatli roligi 3 taligi ham bor, lekin 4 ta roligli granulyatorimiz ham bor. Xuddi shu 5,5 3 ta roligli ham bor, 4 ta roligli ham bor. Bunisining nima farqi bor? O'shaning granulyatorda roligi 4 talik sal kichikroq bo'ladi, 3 talik esa sal yuqoriroq bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsatib o'taman. Granulyatorni xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, prosta buni sal kattaroq hisoblanadi. Motorlari mana zabmotkali bo'ladi. Hamma yo'q, nimalar yozilgan ham bo'ladi. Bu granulyatimiz ham 220 da ishlaydi. Soatga 100 kilo, 120 kilo bemalol granulyatni chiqarib beradi. Xususiyatiga ega. Bu granulyatimiz narxi keladigan bo'lsak, narxini $530 qilib qo'ydik. Xudo xolasa skidka narxda hamma granulyatimiz ulgurib qoringlar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xudo xolasa shu oyki keyingi oy granulyatlarimiz skidka narxlarda qilib qo'yganmiz. Xo'p, endi navbatdagi granulyatimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi granulyatimiz 7,5 kilovatli hisoblanadi. Ulardan sal kattaroq hajmda bo'lgan granulyatorimiz bo'ladi. Bu 3 ta rolikli, roliga ham ko'p tursa, bahaybatroq bo'ladi. Matritsasi, bizning matrisamiz hozirgi kunda bu hamma granulyatorimizdagi hozir 3 li bo'ladi. Lekin sotuvda 6 li, 7 li, 8 li hamda 5 li, 4 li matritsalarimiz bor. Masalan, bular matrisalarni ko'rib turibsizlar. Bular ko'proq baliq, tovuq, shunga o'xshash narsalarga matritsasi bo'ladi mana. Ingichkaroq bo'ladi. Lekin mol, qo'y, shunga o'xshash hayvonlarga matrisasi 6 li, 8 li qo'ysalar, xudo xolasa zo'r qilib chiqarib beradi. Xo'p, granulyatorimiz 7,5 kilovat bo'ladi, 380 da ishlaydi, soatga 200 kilo, 220 kilo bemalol granulyat donini chiqarib berish xususiyatiga ega. Bu apparatimiz narxi keladigan bo'lsak, narxida skidka narxida $950 qilib qo'ydik. Xudo xolasa ulgurib qolinglar, pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqib, любой joyi, masalan, Surxondaryo, Islam, Voha, hamma joy chiroyli qilib xolos kelishiga hozir dastlabki qilib beramiz. Xo'p, endi navbatdagi granulyatimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi granulyatimiz 15 kilovatga hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, ancha bahaybat hamda ko'rinishi ham ancha qo'rqitadigan granulyatorimiz hisoblanadi. 15 kilovat motorlarni ko'rib turibsizlar. Hamma motorlarimiz bizda sabmotkali bo'ladi. Xitoy zavodskoy birinchi qo'l bo'lsa, shuni hisobiga sal arzonroq chiqadi. Hamma granulyatorimiz xudo xolasa 30 kundan shunaqa garantiya qilib qo'yganmiz. Bemalol o'zgarib qolinglar. Xo'p, bu granulyatorimiz 4 ta rolikli bo'ladi. Matrisasi 2 mm bo'ladi. Almashtirib beringsiz 8 li, 6 li matrisalarimiz nalichida mavjud. Bu granulyatorimiz soatiga 250-300 kilo granulyat donini chiqarib berish xususiyatiga ega. Bu granulyatorimiz narxi keladigan bo'lsa, atiga $1350 qilib qo'ydik. Xudo xolasa skidka narxda ulgurib qolinglar. Bomba narxlarda qo'ydik granulyatorlarimiz katta assortimentga kirib keldi. Shuni hisob narxlari ham arzon chiqdi ham. Yo'q, sal uzilish bo'ldi. Xo'p, eng katta bahaybat, eng gigant granulyatorimiz keladigan bo'lsa, bu 22 kilovatli bo'ladi. Ko'rinish xuddi shu ko'rinish oladi. Mana bo'yi bir Blue Saxon bo'ladi, bo'yim bilan teng. Mana ichlari 4 kilovatli juda katta granulyator donini chiqarib berish xususiyatiga ega. Soatga 350 kilo, 300 kilo bemalol shu granulyat donini chiqarib beraveradi. Motorlari mana ulangan joylar reduktor, hamma yo'g'i motorlar sabmotkali bo'ladi. Apparatni xuddi shu ko'rinish oladi. Soatga 300 kilo, 300 kilo bemalol minusmasdan chiqaraveradi. Xudo xolasa bu apparatimga ham bir oy servis garantiya qilib qo'yganmiz. Narxi keladigan bo'lsa, atiga narxini $1800 qilib qo'ydik. Xudo xolasa bu narsa skidka narxda ulgurib qolinglar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Butun O'zbekistonga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xuddi shu granulyatorlarini xudo xolasa skidka narxda. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, maksimal shu granulyator sohasiga o'tadigan jo'natib qolsangiz, xudo xolasa video sizga ham, bizga ham manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasam, keyingi videolarda biz qanaqa apparatlar video qilib chiqaylik, kommentariyada yozib qoldiringlar. Video